akademiya hech qanday bezorilikka toqat qilmaydi. Xonangizga boring. Rahmat janob Makvoy. Ha, rahmat. Rahmat shart emas. Bolalar to'g'ri aytishdi. Sizlarning joyingiz bu yerda emas. Foydasi yo'q, ketdik. U allaqachon bir qarorga kelib olgan. Kimdan ko'proq xafa bo'lishni bilmayman. Eskicha qarashlar chuqur ildiz olganini allaqachon bilamiz. Ana mablag'larni ishga o'tirishdan qayta joylashishga majburlamoqchi edi. Bu esa darhol lagerga haydalish degani edi. Lekin bu ish sodir bo'lmadi. Qani biroz topishmoqlarga ustasam bo'lmagan. Xo'sh, boshqa nom bilan atalgan gul bu albatta kompas guli bo'lishi kerak. Unda qarshi nuqtalarga nazar sol degani ko'rsatma bo'lishi mumkin. Sharq va g'arbga qarang. Kompas haqidagi fikring to'g'ri shekilli. Lekin bu qadimiy sehr jodu marosimiga ishora qilayotgan bo'lishi mumkin. Qadimiy yozishmalarda ko'pincha kompas nuqtalaridan foydalanilgan. Max Novoyasi yoqdi. Agar Sharq va g'arbga borsak, Kristofni rejasi haqida biror iz topishimiz mumkin. Yoki uni rejasiga ishora qiluvchi yana boshqa izlarga olib boradigan dalillarni topamiz. Unda harakatni boshlashimiz kerak. Biz keldik. Stratfordning eng sharqiy chegarasi. Shunchaki oddiy o'rmon. 5 yoshimdan beri jodugar kompasni yasamagandim. Ularni qanchalik yaxshi ishlashini unutib yubordim. Oldinroq borib kuzatib kelishimiz mumkin edi. Tezgina uchib kelamizmi? Sevimli bir terra bilan piyoda borman. Yaxshisi ikkingiz avval kelishib oling. Nima bo'lyapti? Bilasan-ku, men barini sezaman. Men uni shuncha vaqt ichkarida qamab saqladim. Yurib borayotganimizda sening ajdodga olovingni mashq qilsak nima deysan? Endi navbat senga. Ko'p o'ylab o'tirma. Bu ancha yoqimli chiqdi. Yaxshi. Esingda bo'lsin, Jes. Sen o'z ajdodingga ishonishing mumkin. Buni hali yaxshi tanimasdirsan, lekin u seni taniydi. Biz keldik. Bu aynan eng g'arbiy nuqta. Shunchaki o'rmon ko'p. Qaytib borib undan yana so'rashimiz kerak. Sizga sovg'a sifatida nima beriladi? Uning moddiy ko'rinishi yo'q, lekin uning yo'qligi do'stlikni boy berishi mumkin. Bo'lma. Ishonchim komilki, javob rahmat. Menga parilar olamiga ish ochganim uchun rahmat deyapti. Arzimaydi. Qarshi nuqtalarga nazar sol deganda nimani nazarda tuting? Boshqa yo'nalishlardan kelganda hamma savollaringga javob olasan. Yaxshi. Daraxt, keling narigi tomonni sinab ko'ramiz. Sharq va g'arbga qara degani nimani bildiradi? Yana o'sha narsa. Hey, bo'la qol. Balki u Sharq va g'arbdan boshqa yo'nalishlarni nazarda tutgandir. Kristof shimol va janubni nima qilmoqchi? Bu ikkisi hech qachon uchrashmagan, lekin ularsiz dunyo aylanmaydi. Javob shimol va janub. Shimoliy va janubiy qutblar. Terra xat ekan. Bu aniq kompas marosimi. Narigi tomonidagi yozuv. Dunyoning chegarasida topiladi. Usiz eshikni ochib bo'lmaydi. Buni bilaman, kalit. La'nati. Kristof bizni kalit degandi. Demak, bu haqida bilgan. Bunisida nima o'sadi-yu, lekin hech qachon yashamagan. Nima asrlar bo'yi yashaydi-yu, lekin osmonga sinadi deb yozilgan. Bunisida parchalangan narsalar tuzatilishi kerak. Tuzatilgan narsalar parchalanishi kerak. Birinchisining javobi aniq. Kristallar, lekin Nargisni bilmadim. Menimcha bularning hammasi ajdodlar qiroli mashhuratiga tegishli. Bu nazariya haqida hech qachon eshitmaganman, lekin ming yil ichida ba'zi tafsilotlar unutilishi tabiiy. Demak, Kristof ajdod qo'shig'ini shunday bildirmoqchi. Va bu ishni qilish uchun unga biz kerak. Buni ota-onamizga aytishimiz kerak. Endi kelgach Kristofni haqiqiy xavf ekanligiga ishonishga majbur